Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun sporali yuksak o'simliklar bo'yicha kichik bir dars qilamiz. Bilamizki, sporali yuksak o'simliklarga yo'sin, qirqquloq, qirqbug'um kabi bo'limlar kiradi. Birinchisi yo'sinlarning ko'payish sikli. Demak, yo'sinlarda hayotda ikki xil bo'g'im bor. Sporofit bu jinsiz, gametofit bu jinsiy bo'g'im hisoblanadi. Va bu gametofit ularning hayotida ustunlik qiluvchi bo'g'im hisoblanadi. Ya'ni ko'payish mana shu bo'g'imdan boshlanadi. Gametofitga xususiyatlar. Demak, poya unda ketma-ket o'rnashgan barglar bo'ladi, yer tubiga rizoid bilan birikadi. Bilamizki, yuksak o'simliklarda, ya'ni vegetativ organlarga ildiz poya barg kiradi. Yo'sinlarda ildiz o'rniga yer tubiga rizoid bilan birikadi. Shu sababdan bularni biz yuksaklarning tubani deb nomlaymiz. Demak, testda yo'sinlarni biz yuksak o'simlikka kiritamiz. Agarda tuban o'simliklar so'raladigan bo'lsa, bilamizki, u faqat suvo'tlar hisoblanadi. Keyinchalik, poyaning uchish qismida barglar orasida erkaklik jinsiy organ anteridiy, urg'ochilik jinsiy organi qo'lba shaklida arxegoniy joylashgan bo'ladi. Anterida ichida ikki xil chilli, millionlab harakatchan spermatozoidlar yetiladi. Arxegoniy ichida bitta tuxum hujayra yetiladi. Anteridiy bilan arxegoniy jinsiy organ bo'lganligi uchun buni biz testda ko'p hujayrali deb belgilaymiz. Tuxum va spermatozoid bular jinsiy hujayra bo'lgani uchun bularni biz bir hujayra deb belgilaymiz. Ayrimlar testda anteridiy arxegoniyni organligiga e'tibor bermay, bularni ham bir hujayra deb belgilashyapti. Keyinchalik bahor oyida bularning ustini suv bosadi, uchi ochiladi. Anteriydagi ikki xilchili harakatchan spermatozoidlar arxegonidagi tuxum hujayrani urlantiradi va bu yerda zigota hosil bo'ladi. Demak, mana shu qismgacha bo'lgan jarayonlarni yoki qismlarni biz gametofit bo'g'inga kirdiramiz. Misol uchun ertaga spermatozoid, arxegoniy, zigota, poyabay, rizoid kabi so'zlar ishlatiladigan bo'lsa, bu gametofit bo'g'inning tarkibiy qismi deb belgilashimiz kerak. Keyinchalik zigotadan, ya'ni zigotaning ustki qismidan sporangiband hosil bo'ladi. Unda sporangi yoki ko'sakcha yetiladi. Uning ichida spora hosil bo'ladi. Mana shu bo'g'inni biz jinsiz, ya'ni sporofit bo'g'in deymiz. Keyinchalik spora etilgandan keyin e'tiborli bo'lamiz, nam joyga tushsa, bundan shoxlangan yashil ip hosil bo'ladi. Ya'ni so'tlarga o'xshash. Bunda kurtak joylashgan, kurtakdan qulay sharoitda yangi gametofit bo'g'in rivojlanadi. Demak, sporofit bo'g'in gametofitning ustki tomonidan o'sib chiqadi. Shu sababdan bu mustaqil oziqlana olmaydi, gametofit hisobiga oziqlanadi. Gametofit bo'ladigan bo'lsa, bunda barg bor. Bu avtotrof, demak mustaqil oziqlanish xususiyatiga ega. Tuban o'simliklar ham avtotrof, lekin ularda fotosintez xromatoforda kechadi. Yo'sinlar yuksak o'simlik bo'lgani uchun ham bularning bargida xloroplast shakllangan bo'ladi. Demak, testda biz mana bu siklni chizish orqali oson javob topsak bo'ladi. Demak, gametofit, demak mana bu yerda chizganmiz. Undan zigota hosil bo'ladi. Zigotadan keyinchalik sporofit bo'g'in hosil bo'ladi. Unda spora bor. Spora nam joyiga tushgandan keyin unda yana gametofit rivojlanadi. Ya'ni mana shu sikl gallanish orqali yo'sinlar ko'payishda qatnashadi. Ertaga test tushadigan bo'lsa, mana shu siklni chizish orqali javob topsak bo'ladi. Misol uchun, sporofit bo'g'in nimadan hosil bo'ladi? Demak, sporofit bo'g'in bu yerda zigotadan hosil bo'lyapti. Mana bu sikl bo'yicha qaraydigan bo'lsak ham sporofitdan bir oldingi, ya'ni zigota. Mana shuni belgilashimiz kerak. Yoki gametofit nimani hosil qiladi? Javob bu yerda zigota. Demak, bu sikl testda bizga katta ahamiyat beradi. Keyingisi, xususiyatlarga qaraymiz. Bularni albatta konspekt qilib olishimiz kerak. Birinchisi, yuksaklarning tubani. Boya aytganimizdek, yo'sinlarni biz testda yuksak o'simliklarga kirdiramiz, lekin yuksaklarning tubani deb aytilishiga sabab bunda ildiz bo'lmaydi. Ikkinchisi, gametofit avtotrof, chunki bunda barg, ya'ni xloroplastlar bor, mustaqil oziqlanish xususiyatiga ega. Uchinchisi, sporofit gametofit hisobiga oziqlanadi. Bu narsa faqat yo'sinlarga xos. Demak, sporofit gametofitning ustidan o'sib chiqqanligi uchun ham gametofitdagi oziq modda hisobiga sporofit oziqlanadi. Demak, buni biz mustaqil oziqlana olmaydigan bo'g'in deb aytsak ham bo'ladi. To'rtinchi qism, hayotida gametofit ustunlik qiladi. Ya'ni ko'payish mana shu gametofit bo'g'indan boshlanadi. Demak, qirq bo'g'inlarning ko'payish sikli. Bilamizki, qirq bo'g'inlarning tipik vakili bu dala qirq bo'g'imi. U ikki xil poya hosil qiladi. Bahorgi bu generativ, yozgi bu vegetativ novda deyiladi. Bahorgi novdagi xususiyatlar qo'ng'ir rangli bo'ladi. Asosiy shoxlamagan, ya'ni bitta yo'g'on poyaga ega.
va unda bitta spora beruvchi boshoq bor. Keyinchalik uning ildiz poyazdagi kurtakdan qulay sharoitda yangi yozgi vegetativ novda o'sib chiqadi. Unga xos xususiyatlar yashil, shoxlangan va avtotrof bo'ladi. Demak, rivojlanish sikliga keladigan bo'lsak, yo'sindan farqli ravishda 40 bo'g'imlar hayotida sporofit, ya'ni jinssiz bo'g'in ustunlik qiladi. Demak, sporofitdan boshlanadi. Unga xos bo'lgan qismlar: poya, demak, ichi kavak bo'ladi. Ildiz poya bilan yer tubiga birikadi va poyaning uchki qismida bitta spora beruvchi boshoq bor. Spora beruvchi boshoqda, demak, sporofil, ya'ni shakli o'zgargan barglar joylashgan bo'ladi. Uning ostki tomonida 6-8 ta sporangi bor. Sporangida 2 xil spora hosil bo'ladi. Demak, bu spora yetilgandan keyin nam joyga tushadi. 2 xil deb aytilishiga sabab, biridan erkaklik anteridiy, ikkinchisidan urug'chilik arxigonik gametofit o'sib chiqadi. Demak, bularga xos bo'lgan xususiyatlar: anteridiy mayda, chetlari bo'lingan, arxigoniy bo'ladigan bo'lsa yirik, tekis bo'ladi. Yo'sinlarniki bilan bir xil, ya'ni anteridiy ko'p hujayrali, arxigoniy ham shunday. Lekin ularning ichidagi spermatozoid va tuxum hujayralar bir hujayrali bo'ladi. Yo'sinlardan farqi, bitta farqi bor anteridiyda, uning spermatozoidlari ko'p xilchilla bo'ladi. Yo'sinlarda bo'lsa 2 xilchilla bo'lar edi. Bularda ham shunday, bahor oyida ustini suv bosadi. Anteriydagi ko'p xilchilli spermiyalar arxigonidagi tuxum hujayrini urlantiradi va u yerda zigota hosil qiladi. Keyinchalik zigotadan qulay sharoitda yangi sporofit hosil bo'ladi. Demak, anteriid bilan arxigoniy yer tubiga rizoid bilan birikadi. Sporofit bo'g'in bo'ladigan bo'lsa, ildiz poya bilan birikkan bo'ladi. Gametofitga yana bir xos xususiyat bor. Bu ikki uyli, bir jinsli bo'ladi. Bu yo'sinlardan farq qiladi. Demak, yo'sinlarda bir uyli, ikki jinsli gametofit bor edi. Bu sikl 40 bo'g'imga ham tushadi, lekin raqamlanish sal boshqacharoq. Ya'ni yo'sinda gametofit bo'g'in ustunlik qilsa, 40 bo'g'imda sporofit bo'g'in ustunlik qiladi. Sporofitdan dastlab spora, mana sporofit bo'g'in, bundan spora hosil bo'ldi. Keyinchalik undan gametofit, gametofitdan zigota va yana qulay sharoitda sporofit bo'g'in hosil bo'ladi. Demak, mana shu sikl ketma-ketligida testlarni bemalol yechishimiz mumkin. Yana bir muhim gap, gametofit bularda ham yo'sinlar singari avtotrof bo'ladi. Ya'ni har ikkala vakil ham xloroplastinda mustaqil organik birikma sintezlay oladi. Demak, navbatdagisi qirqquloqlarning ko'payish sikli. Bilamizki, darslikda Zuhra soch qirqquloq misolida bergan. Demak, bularni hayotda ham sporofit va gametofit bo'g'in qatnashadi. Qirq bo'g'inlar singari sporofit bo'g'in ustunlik qiladi. Sporofitga xos bo'lgan xususiyatlar: yer tubiga tuproqqa ildiz poya bilan birikadi, poya va yirik bargga ega. Mana shu yirik bargi bo'lishi bilan bu qirq bo'g'imdan farq qiladi. Bargning ostki tomonida qo'ng'ir rangli bo'rtma, ya'ni sorus bor. Uning ichida sporangiy, sporangiyda esa spora yetiladi. Spora nam joyga tushgandan keyin undan gametofit bo'g'ini o'sib chiqadi. Unga xos bo'lgan xususiyatlar: yashil, yupqa, yuraksimon, 1 santimetrli, avtotrof usulda oziqlanadi, ko'p yashamaydi, bir uyli, ikki jinsli gametofit. Uning qismlariga keladigan bo'lsak, ko'p hujayrali jinsiy organlar: erkaklik anteridiy, urg'ochilik arxigoniy. Anteridiy ichida 40 bo'g'imlar singari ko'p xilchilli spermiya bo'ladi. Arxigoniy ichida bo'lsa bitta tuxum hujayra yetiladi. Bular esa bir hujayrali. Keyinchalik bularni ham bahorda suv bosadi. Anteriydagi spermiyalar xilchillar yordamida borib, arxigonidagi tuxum hujayrani urlantiradi va bu yerda zigota hosil bo'ladi. Keyinchalik qulay sharoitda zigotadan yangi sporofit bo'g'in shakllanadi. Gametofit esa boshqa yuksak o'simliklar, ya'ni sporali yuksak o'simliklar singari yer tubiga rizoid bilan birikadi. Demak, yuqorida sporali yuksak o'simliklar mavzusi bo'yicha grafikal dars o'tdik. Endi siz bu mavzuda boshqa xato qilmaysiz. Agarda mana shu dars bo'yicha konspekt qilib, yaxshilab tahlil qilib olgan bo'lsangiz. Yana bir muhim qismi, mana shu sporali yuksak o'simliklar, ochiq quruqli va yopiq quruqli o'simliklarni solishtirilgan yaxshi bir qo'llanmamiz bor. Bu qo'llanmani qo'lga kiritish uchun mana shu videoni 5 ta yaqin o'rtog'ingizga va 2 ta biolog guruhga yuborishingiz kerak. Skrinshotni menga yuboradigan bo'lsangiz, sizga mana shu qo'llanmani tashlab beraman. Barchangizga rahmat.